xalqimizda birini berib mingni ol degan maqol bor. Albatta bu maqol chuqur ma'noga ega, lekin asosiy sotuv holatida bu narsani noto'g'ri taqdim qilinishi ommalashib ketgan. Misol uchun, agarda men bir narsa beradigan bo'lsam, uni evaziga minglab boshqa foydalar olishim mumkin degan niyatda mijozga yaqinlashish, munosabat boshlash, u bilan muloqot o'tkazish mumkin bo'ladi. Lekin bu yerdagi xato narsa, biz mingni olishligimiz haqida o'ylaganimiz uchun nimadir beramiz. Biz ya'ni oldindan rejalashtiryapmiz. Bir mijozga biz agar nimadir bersak, uni evaziga albatta unga sotuv qilamiz, ko'proq foyda olamiz va qayta sotuv qilamiz va umrbod biz undan minglab narsalar, foydalar olamiz. Aslida biz bu narsani diniy qarashlarimizdan kelib chiqib yoki odobimizdan, qadriyatlarimizdan, ya'ni milliy qadriyatlarimizdan, insongarchilikdan kelib chiqadigan bo'lsa, bu narsalar noto'g'ri. Nima uchun noto'g'ri? Chunki siz bir insonga bir nimani evaziga yaxshilik qilmasligingiz kerak. Ya'ni siz nimadir yaxshilik qilyapsiz, uni javobini kutmasligingiz kerak. Alloh taolo buni sizga ko'proq qilib boshqa tarafdan berishiga agar ishonadigan holat bo'lsangiz, ya'ni diniy qarashlaringiz shu darajada rivojlangan bo'lsa, bu narsani siz imенно mijozga nimadir bersam, keyin mendan narsa sotib olsa va bundan foyda ko'rsam degan g'oya bilan qilmang. Albatta bu narsa o'zi standart holatida davom etadi, lekin sizning niyatingiz nimanidir berayotgan paytda nimadir olish bo'lib qolsa-ki, bu yerda shubha aralashib qoladi va samimiyat yo'qolib qoladi. Biz nima dedik boshida? Mijozlar bilan doim samimiy gaplashishimiz kerak. Odamlarni keyin shunaqa psixologiyasi bo'ladi. Bu narsa sizda ham bo'ladi. Eslab ko'ring yoki o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Agarda sizga kimdir yaxshi munosabat bildirsa, unga siz javoban juda undan ham yaxshiroq bildirgingiz keladi. Oddiy misol, assalomu alaykum salom berganingizda va alaykum assalom degan qarzdorlikni his qiladi va buni aytadi. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi, ishlaringiz yaxshimi, uydagilar yaxshimi? Javobi rahmat, hammasi yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz, o'zingiz uyingizdagilar yaxshimi? Uje yana atvet qaytaradi. O'zi qarzdorlik his qilyapti. Meni bu hol ahvolimni so'radi va men ham bu bilan qiziqib qo'yishim kerak. Ya'ni qarzdorlik hissi uyg'onadi. Buni suiiste'mol qilmasligimiz kerak. Albatta biz mendan hol ahvol so'rasin deb turib so'ramasligimiz kerak. Biz rostdan ham uni hol ahvoliga qiziqib, xavotir olib, yaxshimi degan ma'noda so'rasakkina, u o'zini avtomatik qarzdor his qiladi. Endi buni sotuvga olib o'tadigan bo'lsak, sotuvda ham xuddi shu holat bo'ladi. Biz uni qarzdor qilib qo'ysak, u hijolat bo'lganidan do'konimizga kirdi va kechagi mavzu misol uchun suv bergan bo'lsangiz, uni qarzdorlik his tuyg'usi bo'ladi. Albatta siz buni kuzatsangiz va unga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, u hijolat bo'lishni boshlaydi. Nimadir sotib olmadim, nimadir sotib olishim kerak, hech bo'lmasa mana bu narsangizdan bitta bering va hokazo. Bu sotuvlar hijolatlik holatdan chiqib ketish uchun bo'lsa, siz professional sotuvni amalga oshirmadingiz. Agarda siz nimanidir berayotgan paytingizda yoki berib bo'lganingizdan keyin bermagandek o'zingizni tuta olasangiz, suv taqdim qildingiz, go'yoki siz unga suv bermagandek boshqa reaksiyalar yoki boshqa emotsiyalarda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Chunki biz u insonga suv berishdan maqsadimiz unga nimadir sotish bo'lmasligi kerak. Lekin ko'p hollarda shunaqa. Qayergadir borsangiz, kirsangiz yoki kimgadir qo'ng'iroq qilsangiz, ko'plab sotuvchilar, bularda ham o'zi aslida o'zlari aybdor demayman, qaysidir darsliklar, tushunchalardan kelib chiqib yoki videolardan kelib chiqib shu holatga kelib qolgan. Biz bu narsani samimiy nimadir beramiz va uni orqasini kutmaymiz. Shunaqa sotuvchi bo'lishimiz kerakki, undan keladigan javob bizga juda muhim emas. Chunki biz kecha aytganimdek 1000 ta odamga beramiz, nechtasi kelmasa ham rozimiz bu narsaga, chunki biz buni arzimas narsa deb bilyapmiz va hamma o'zining imkoniyatidan kelib chiqib, kimdir suv beradi, kimdir oddiy konfet berishi mumkin, nimadir va hokazo berishi mumkin. Bu minimal narsa, bu shunchaki insonni taqdirlash deb bildik. Biz ya'ni hurmat qilish, inson bilan munosabatlarimizni yaxshi tutishlik, biz uni maxsus insondek his qildira olishligimiz bor xolos. Lekin uni qarzdor qilib qo'yishlik noto'g'ri. Sotuvchilar ham albatta qayerdadir mijoz rolini o'ynaymiz, siz ham, men ham. Shu joyda bizni qarzdor qilib qo'ymoqchi bo'lgan insonlar juda ko'p bo'ladi. Misol uchun oddiy avtomobil sotmoqchi bo'lsangiz, test drive ga taklif qiladi. Test drive albatta bepul, olishingiz shart emas, shunchaki chiqib ko'ring, shunchaki minib ko'ring, haydab ko'ring, foydalanib ko'ring degan narsalarni biz bajarganimizdan keyin eski mashinamizdan ko'ra farqini ko'ramiz. Undan tashqari biz qarzdordek bo'lib qolamiz. Go'yoki biz buni sotib olmasak hijolat bo'lib qolamiz. Agar sotib olmasang meni nima uchun ovora qilding degan tushunchani sizga ochiqdan ochiq aytmasa ham, u insonning emotsiyalari, gaplari shunga yetaklab olib borishi mumkin bo'ladi. Lekin biz asl sotuvchilar, samimiy sotuvchilar, professional uchuvchilar shunday parvoz qiladiki, bu o'zini ish qilayotgan ishidan faxrlanadi. Albatta siz sotib olishingiz shart emas, tashqariga faqat yaxshi energiya sochadi. Sotib olsangiz, olmasangiz yaxshi energiya sochadi. Bu holatni biz aniq o'zimizda xarakter sifatida olib kirib mujassam qilib olishimiz kerak. Nima uchun bunaqa qilib olishimiz kerak? Albatta ilohiy adolat bor. Biz har kimga qaytishi uchun emas, shunchaki yaxshi salom-alik qilamiz, yaxshi muomala qilamiz, tashrif buyurganga nimadir ikrom beramiz, ikrom qilamiz, undan tashqari yaxshi kuzatib boramiz va sotuv bo'lmasa ham mayli. Bu narsa sizni do'koningizni, brendingizni imijini yaratishni boshlaydi sekin-sekin. Bu imij bora-bora samimiylashganidan keyin qachonki ehtiyoj bo'lib qolsa mijozda, shunda birinchi bo'lib siz uni hayoliga kelishingiz uchun bo'ladi. O'zi asli bu qilayotganimiz, lekin bu manipulyatsiya bilan bo'lmasligi kerak. Samimiy holatda yoki qaysidir yaqin insoni sizni mahsulotingizga, xizmatingizga ehtiyoji bo'lib qolsa, albatta u unga tavsiya qilishligi uchun bo'ladi. Biz shunchaki o'zimizni tanitamiz va tanitgan holatimizda soxtalik emas, qanday bo'lsak shunday tanitamiz. Shunday holatimizda bardavom ketishligimiz uchun
bizga mijoz bo'lmasa ham yaxshi muomala qilib nimadir ikrom qilamiz, mijoz bo'lsa ham yaxshi muomala qilib nimadir ikrom qilamiz. Shuni hisobiga bizda xarakter shakllanadiki, madaniyat ham shakllanadi bundan tashqari. Ya'ni korporativ madaniyat oddiy kichkina ishxona bo'lsin, do'kon bo'lsin, magazin bo'lsin, farqi yo'q. U yerda korporativ madaniyat shu bilan shakllanishni boshlaydi. Bu tushunchalar o'zi aslida qarzdorlik qilib qo'yishim kerak va nimadir bersam keyin sotib olish ehtimoli ko'p bo'ladi. Bu gaplar to'g'ri, lekin asosan bu narsalar g'arb mamlakatlaridan kirib kelayotgan odatlar. Ya'ni ularni iqtisodiyoti, ularni bozorlariga qaraydigan bo'lsangiz, asosan shu siz agar ustuvoshingizni qarab baho beradi, sizni moliyaviy holatingizga, mashina minib kelgansiz qanaqa mashinaligiga qarab turib, shunga qarab muomala shakllanib o'zgarib qoladi va bu narsani tabiiy holat deb biladi. Va bu holatlar bizga bilim sifatida kelyapti-da, har rostdan ham shunaqa bo'lish kerak deb o'ylab qolyapmiz. Ba'zi bilimlarni, hammasini ham emas, ba'zi holatlarda shunaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun biz insonlarning ko'rinishiga, bizga mijoz bo'lish bo'lmasligiga, moddiy holatiga qaramasdan barchaga samimiy munosabat qila olganimizda haqiqiy sotuvchi bo'la olamiz ekan. Xo'p, bundan tashqari noto'g'ri jalb qilishlik bor. Noto'g'ri jalb qilishligida biz insonlarga asosiy eng yaxshi yoqimli joyini reklamada yoki taklifda beramiz. Qolgan yoqimsiz bo'lib qolishi mumkin bo'lgan ehtimollarini ularga aytmaymiz, ulardan yashiramiz. Holbuki ularni ham aytib qo'yishlik imkoniyatimiz bo'la turib, biz uni atayin yashiramiz. Yashirmasak nima bo'ladi? Yashirmasak u mijoz bizdan sotib ola olmaydi. Bu yerda yaxshi eng zo'r taklifni bildirish, zo'r taklif bildirish, mijoz rad qila olmaydigan darajada taklif bildirish kerak degan tushuncha bor. Biz o'zimizni hozirgi holatimiz, mahsulotimizni sifatiga, to'lov muddatiga yoki narxiga, uni kafolatiga o'zgartirish kiritmagan holatda uni qo'pol, yoqimsiz holatlarini yashiramizda, eng yoqimli joyini aytib reklama beramiz. Eng yoqimli joyini aytib mijozga tanitamiz. Qolgan joylarini men yolg'on ishlatmayapman degan sizni o'zingizga o'zingiz ishonchingiz ortib boshlaydi va to'g'ri qilyapman degan narsa bo'ladi bunda. Bu sizni adashtiradi. Nima uchun yolg'on ishlatmayapsiz? Chunki mijoz sizga buni yoqimsiz talablarini so'ramadi. So'rasa aytardingiz, o'zingiz uchun vijdoningiz oldida o'zingizni tozalaysiz. So'rasa aytardi, lekin so'ramadi, shuning uchun aytmadim deb o'zingiz oqlashingiz mumkin, lekin bu narsa noto'g'ri narsa. Chunki siz bu narsani bilib turibsiz. Siz yomon joylari borligini bilib turib, uni ogohlantirmaganingiz sizni foydali sotuv qildingiz deb bo'lmaydi yoki halol sotuv qildingiz deb bo'lmaydi. Endi halol haromligini aniq harom ham deya olmayman, halol ham deya olmayman. Shuning uchun men shubha bilan qarayman bu holatga. Siz yomon tarafini ham, yaxshi tarafini ham. Chunki eski gaplar baribir molingni aybini aytib sot, baraka bo'ladi va hokazo shunga o'xshagan narsalar albatta bizni eski qadriyatimizda ishlab kelgan va hozirgacha bu narsalar ishlaydi. Shuning uchun g'arbdan kelayotgan har bir narsani to'laqonli o'zingizni korxonangizga, o'zingizni sotuv holatingizga, mijozlaringizga bog'lashligingiz bu narsa biroz shubhali harakat. Bir qator tekshirib, o'zingizni o'zbekona, milliy, diniy qadriyatlardan kelib chiqqan holatda qaysi narsa mos bo'lsa, shu narsani qilishingiz kerak bo'ladi. Undan ham tashqari hammaga birdek munosabat qilgan holatingizda siz hech qachon adashib qolmaysiz. Chunki A kishiga boshqa ma'lumot, B kishiga boshqa ma'lumot, E kishiga boshqa ma'lumot, J kishiga boshqa ma'lumot aytganingizda siz ular bilan har biri bilan alohida pozitsiyada gaplashib chiqqan bo'lasiz. Har bitta hammaga har xil gapirgan inson kimga qaysi gapni aytganini esida qolmaydi. Lekin teskari tarafdan hammaga bir xil gapni aytgan inson hech qachon adashib qolishi juda ham qiyinroq bo'ladi. Endi adashib qolishi mumkin, lekin shu holatda 90%, 95%, boring 98%, 99% adashishingiz ozroq bo'ladiki, chunki hammaga birdek ma'lumot aytgansiz. Munosabat ham xuddi shunaqa. Hammaga birdek munosabat qilganingiz uchun siz shakllanasiz. Siz shunday imij olasiz, shunda madaniyat olasiz va shunday davom ettirib ketishingiz kerak. Qisqacha bugungi darsimiz birni berib mingni ol degan tushunchasida, albatta birni bersangiz mingni o'zlari berishi kerak. Ya'ni birni berib mingni o'zing majburlab ololmas. Birni bering, Alloh taolo sizga mingni bersin.